Diqqat, diqqat, muhim yangilik. Bunaqasi hali bo'lmagan. Leyla Kitsi 4 ta filialda, Farxatskiy, Qoraqamir, Sergeli Sputnik hamda Yunusobod filiallarida 20, 21, 22, 23 aprel kunlari barcha bahoriy kiyimlarga 50% skidka. Shu videoda ko'rib turgan barcha mahsulotlaringlarni teng yarim narxiga xarid qilsanglar bo'ladi. Bunga nimalar kiradi desanglar, shunaqa har xil turdagi qiz va o'g'il farzandlaringiz uchun dvoykali, troykali, ko'ylakli, har xil turdagi koftishkalarni, Xitoy, Turkiya mahsulotlarini bemalol o'zini narxidan teng yarimiga xarid qilsanglar bo'ladi. Mana shunaqa qiz farzandlaringiz uchun bir-biridan chiroyli bo'lgan koftishkalar, o'g'il farzandlaringiz uchun har xil turdagi dvoykali sportivkalarni xarid qilsangiz bo'ladi. Misol uchun, mana shu videodagi sportivka o'zini narxi 320 ming so'm, lekin siz shu 4 kun ichida buni bor yo'g'i 160 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Shunaqa Turkiya, Xitoy mahsuloti bo'lgan bir-biridan zo'r kiyimlarni bemalol farzandlaringizga olib bersangiz bo'ladi. Soni cheklangan, tezroq ulgurib qolinglar. Chaqaloqlar uchun 0 oylikdan boshlab 12 oyligacha shunaqa dvoyka, troyka, shapkalari bilan har xil naborlarni ham teng yarim narxiga xarid qilsangiz bo'ladi. O'zini narxi 70 ming, lekin siz 35 mingga xarid qilasiz. Shu yerda turgan ikkita stilajdagi oyoq kiyimlar ham teng yarim narxida 50% skidkada. Shunaqangi zo'r oyoq kiyimlar bor, tezroq ulgurib qolinglar. Soni cheklangan, skidka faqatgina shu 4 ta filialda, Qoraqamir, Farxatskiy, Sergeli Sputnik hamda Yunusobod filiallarida 20, 21, 22, 23 aprel kunlari. Hammalarni Leyla Kitsi shu filiallarda kutib qolamiz.